小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。G'alati maqtuqning so'qmi top o'ynashi. Hey, Govo, g'alati maqtuq sharchisi. Ola, sana 4ni beray, men 4ni olay. Ikkimizning o'xshash sharchi. Bak yaxshi bo'ldi. Rahmat sana, Markes. G'alati maqtuq sharchisi, seniki 4. Meniki 4. Her ikkimizniki o'xshash, tang bo'ldi. Chaqiriq ekran time Govoni qo'rqitib ketadi. Shundoq, Lili. Ben hayran qilishni yaxshi ko'raman. Chiqroq ekran. Asta Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib o'tibdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika atrishga paydo bo'ladi. Hey, ular g'alati maqtuq qo'shgiziki, Ayvu Sidov bilan Ayvu Ayvi. Yaxshimisizlar? G'alati matematika atrganinglar. Sizlarga qanday yordam kerak? Bizni g'alati maxluq. So'qma topni o'ynag'imizmi ba? Oh, g'alati maqtuq so'qmi to'pi mening eng yaxshi ko'radigan o'yinim. Vah, g'alati maqtuq so'qmi to'pi mening eng yaxshi ko'radigan o'yinim. Biroq yana bir masala bor. Biz To'pimizni taq taqsim qilamdik. Ayvu Ayvi, Ayvu Sidov qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar taq taqsim qilinglar. Shunglashqa biz shunga Mening yordamimga bek muhtoj. bo'lmasa biz vayron bo'lamiz. Undaq demaylar qo'shkezaklar. G'alati maqtuq atritidagilar sizlarga cho'qim yordam qiladi. Bak yaxshi oldu, saldirib ko'rishaylik. Biz bu qo'shgizaklarga so'qma topni taq taqsim qilishga yordam qilaylik. Biz g'alati maqtuq matematika o'qumidan foydalanib masalani hal qila olamiz. To'g'ri, chunki g'alati maqtuq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maqtuq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. G'alati maqtuq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rnadingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar? Bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askatma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnashimizga yordam beradi. Oh, maqtuq keldi. Bugungi g'alati maqtuq matematika askatma so'zi bo'lsa, tang nisbat. Kelar qatim raqamlik maqtuqni ko'rganingizda, uning vaqraqa ovozini anglasangiz biz bilan birlikda g'alati maqtuq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladiq. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Tang nisbat. Hozir demaysan Gobo, kelar qatim raqamlik maqtuqni ko'rgan andin degin. Oh, ma'qul. Men doim unutib qolaman. G'alati maqtuq matematika atritidagilar yo'lga chiqaylik. Qo'shkezaklarga so'qma top o'ynash beraylik. Yaxshimisizlar, g'alati maqluq matematika tarti. Kelguninglardan bak xo'sh bo'ldik. Sizlar bizga tang nisbatda. Ikki guruhga top butlikni tizib bersanglar bo'lamdi. Mushundoq bo'lganda biz ikkimiz O'xshash o'ynay olamiz. Hamda har ikkimizni tang bo'lgan bo'ladi. Qanday qilganda bularni tang nisbatda ayiramiz. Raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqtuqning maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Tang nisbat. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 kuch sanayman. 1 2 3 tang nisbat. qaranglar, g'alaba qozondik. G'alati maqluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. Yeşil rangli g'alati maqluqqa bir tal o'yinchiq beraylik. Qizil rangli g'alati maqluqqa bir tal o'yinchiq beraylik. Yeşil rangli g'alati maqluqqa yana bir tal o'yinchiq beraylik. Qizil rangli g'alati maqluqqa yana bir tal o'yinchiq beraylik. Qizil rangli g'alati maqluqqa yana bir tal o'yinchiq beraylik. Oh, hozir ikkilisini tang emas. Yeşil rangli g'alati maqluqqa yana bir tal o'yinchiq beraylik. Hozir ikkilisini o'yinchiq tang bo'ldi. Rahmat sana g'alati maqluq matematika ko'rsatish ekrani. Biz nimaning o'ttirchi bo'lganligini bilib oldik. Shundoq, har bir odamda o'xshash sondagi o'yinchiq borligini bildirdi. Ko'rsatish ekrani bizga qanday qilganda g'alati maqtuq so'qma top botolkasini ikki qo'shkezaklarga tang ayrig'i bo'ladiganligini ko'rsatib berdi. Tang nisbat bo'lsa matematikalik masala. Biz chuqur qila olamiz. Biz birlikda g'alati maqtuq matematika bilimlarini foydalanaylik. So'qma topni tang nisbatda ayirish uchun har bir top qo'yish yo'liga o'xshash miqdorda so'qma top botolkasini tizishimiz kerak. Ondaqda biz o'xshash sondagi so'qma top botolkasini tizaylik.
Ayvo Steve'ga 2 tal so'qma to'p butulkasi. Ayvoga 2 tal so'qma to'p butulkasi. Sani o'xshash bo'ldimi? Shundaq. Bak yaxshi bo'ldi. Ayvoga yana 2 tal to'p butulkasi qo'yaylik. Ayvo Steve'ga yana 2 tal so'qma to'p butulkasi. Hozircha sani tangmi? Sani yanada o'xshash bo'ldimi? Ha, shundaq. Ayvo Steve'ga yana 2 tal to'p butulkasi. Ayvoga yana 2 tal to'p butulkasi. Oxirida Ayvo Steve'ga 1 tal so'qma to'p butulkasi. Hozir endi so'qma to'pni o'ynasa bo'ladigan bo'ldi. Oy, Meningcha bularning Soni tang emasdek qiladi. Qandaqsiga bundaq bo'ladi? ikkita so'zlarchi qandaq bo'ldi? To'g'ri. So'qma to'p butulkasining soni o'xshash emas. Esinglarda bo'lsin, so'qma to'p butulkasini tang qilish uchun har ikki tarafning soni birdek bo'lish kerak. Shunga so'qma to'p butulkasining soni tang bo'lmadi, shundaqmi? Yo'q, biz mag'lub bo'ldik. Mag'lub bo'lmaysizlar. Biz sizlarga cho'qim yordam qilamiz. Mening orzu qilganim. Qanday qilishimiz kerak? Ayvo Steve'ning butulkasi Ayvoga qaraganda birisi ko'p bo'lib qopti. Biz qanday qilsak bu ikkisining so'qma to'p butulkasining soni tang qila olamiz. Men to'liq ovozni angladim. Raqamlik maqtuqni ko'rdinglarmi? Sizlarmi ko'rdinglar-ku deyman. Demak biz birlikda g'alati maqtuq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Tang nisbat. Men 3 kishi sanayman. Tayyorlig'inglar bitdimi? 1 2 3 Tanishlar! Bak yaxshi bo'ldi. G'alati maqtuq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Hozir bu o'yinchiqlarning hammani elib bitaylik. Yashil ranglik maqtuqning bir o'yinchiqni elib bitaylik. Qizil ranglik maqtuqning bir o'yinchiqni elib bitaylik. Har ikkilisida o'xshash qoldi. Qizil ranglik maqtuqning yana bir tal o'yinchiqni elib bitaylik. Yashil ranglik maqtuqning yana bir o'yinchiqni elib bitaylik. Har ikkilisida o'xshash. Qizil ranglik maqtuqning yana bir o'yinchiqni elib bitaylik. U o'yinchiqni berishni xohlamadi. Bunda qilsak har ikkilisida o'xshash bo'lmay qoladi. Yeşil ranglik maqtuqning bir o'yinchiqni elib bitaylik. Endi ikkilisida o'xshash bo'ldi. O'yinchiqning hammasi elib bitilib bo'lindi. Baqals bo'ldi. Hozir biz narsalarni elib bitib, soni tang qilishni bilib oldik. Biroq biz bu to'p butulkalarining sonini qanday qilsak tang qilamiz? Ayvo Steve'ning butulkasi Ayvoga qaraganda birisi ko'p tursa. Mening bir amalim bor. Qaranglar. Osmonda bir maxluq uchayotganda qiladi. Men ko'rmadim-ku. Shu emasmi? Menmi ko'rmadim? Siz qaranglar. Bizning so'qma to'p butulkamizning soni o'xshash bo'lib qopti. Shunda kishini rostla hayron qoldirdi. Buni qanday qilganda? Hozir biz o'ynay oladigan bo'ldik. Hozir butulkalarning soni o'xshashmi? Hozir ularning so'qma to'p butulkalarining soni tangmi? Undaq emas. Ayvo Steve bir to'pni so'qib chiqarib etdi. Shunga Ayvoning butulkasi ko'p, ko'rdinglarmi? Biz yana mag'lub bo'ldik. Unda qamanga qo'sh kezaklar. G'alati maqtuq matematika atrofdagilarning bir amali bor. Mening umid qiladiganim. Ayvo Steve bir to'pni urib chiqarib etdi. Undaqda ular qanday qilish kerak? Balkim Ayvo'mi bir butulkani so'qish kerakdi. Bu amal bo'ldi ekan-ku bu. Bu shunday bo'lsa ularning butulkasining soni o'xshashla tang bo'ladi. Hozircha soni tangmi? To'p butulkasining soni tangmi? Shunda davomda o'ynanglar qo'sh kezaklar. Sizlarcha o'xshashmi? Yo'q, o'xshash emas. Ayvo bir to'pni ortiq urdi. Sizlarmanglar qo'sh kezaklar, biz bu masalani hal qila olamiz. Ayvo Steve siz so'qing. Ishqinglar to'p butulkasidan bo'lgani qadar davomli so'qinglar. Hozir ularning soni tang bo'ldimi? Shundaq, tang bo'ldi. G'alati maxluq so'qin to'pi. To'p butulkalari asoslikdek so'qilib bo'ldi. Har ikkida to'p yo'lda birdan to'p butulkasi ishib qoldi. Eng yaxshi. Taqsimlanish bo'ldi. Biz cho'qim
eng oxirgi bir top botulkasini birla vaqt so'qishimiz kerak. Shunday qilsak biz yanada bir daqiqani saqlay olamiz. Vah, baqqaltis bo'ldi. O'llik yetqinman. Bundoq qilsangiz g'alati maxluq topini uyg'otib etasiz. G'alati maxluq topi uyg'onib qolsa normal domlayolmaydi. Oyoq, o'ynig'im kep ketdi. Ular top yo'lida qalaymiqan dumini qilib turdi. Balki ular bir vaqtda top botulkasiga so'qilishi mumkin. Mag'lub bo'ldim. Qanday qilsak bu o'yinni tang o'ynag'ili bo'la. O top botulkasiga so'qiladi deb qoldi. Yana bir top yo'ldan chiqib ketdi. Qarashqa jur'at qilolmayapman. Men qanday qilishni bildim. Vah, men so'qma to'pga o'zgardim. Hayrat qilg'u, hayrat qil. Bek yaxshi bo'ldi. Qaranglar, ikki dona top botulkasi birga vaqtda so'qildi. Idonday o'xshash bo'ldi. G'alati maxluq matematikasi haqiqatan sehrga to'lgan. Dunyodagi eng qaltis g'alati maxluq so'qma to'p atirdi. Biz bu qo'shkuzaklarga yordamlashib so'qma top o'yini o'ynashga yordam bera oldik. Biz tan nisbat degan matematikada so'zning ma'nosini bilgandan keyin anda yordam qila oldik. G'alati maxluq matematika atrofdagilar qaltis chiqildinglar. Albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yang'irtaylik. Emas 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematik bilimlarini g'alaba qilishib